mana erkin tanlov deymiz-ku. Men o'z erkim bilan buni tanladim deymiz. Shu agar tanqidiy nutq tahlilidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bunday bir nutqni tanqid nuqtai nazaridan tahlil qiladigan bo'lsak, naqadar kulgili bir gap bo'lib chiqadi. Men o'z erkim bilan tanladim degan. Chunki inson yaxshilab o'lchab tortib ko'rsangiz, o'zini erki bilan hech narsani tanlaydi. Ayniqsa bugungi dunyoda. Masalan, meni rangim bu meni tanlovim emas, meni millatim bu meni tanlovim emas, meni hatto ta'mni his qilishim bu meni tanlovim emas-da. Men o'zim mana shunday ta'm his qiladigan bo'lib yoki ovozni his qilishim. Bularning birortasi meni tanlovim emas. Bu men tug'ilgan jo'g'rofiya bilan bog'liq, muhit bilan, jamiyat bilan bog'liq masalalar va u yerdagi ko'nikmalardan kelib chiqib paydo bo'lgan qobiliyatlar bular. Ammo men bugun aqlimni tanidim, o'zimni erkin, hur, ozod inson o'laroq bilaman va bugun nimadir tanlayapman. Sizningcha necha foiz u meni hur tanlovim? Meni kimnidir ta'siri ostida emasligim masalasida men o'zimga o'zim ishonch bilan ayta olamanmi? Sen 100% hech kimning ta'siri ostida emassan deb. Men bolam ta'siri ostida bo'lishi mumkin, ayolimni ta'siri ostida bo'lishi mumkin. Ertalab sizni kayfiyatingizni yomon ko'rgan bo'lsam, uni ta'siri ostida bo'lishi mumkin. Mumkin ijtimoiy mediadagi iqno texnikalari ta'siri ostida bo'lishi mumkin. Kimdir meni nimagadir ishontirgan va uni natijasida tanlov qilayotgan bo'lishi mumkin. Endi mana shundan kelib chiqib sizdan so'rayman. Qanchalik tanlovlaringiz hur, erkin bo'lishi mumkin?